Ichki ishlar litseyiga imtihon topshirdingiz. Endi esa javobini kutyapsiz. Lekin natija siz kutgan vaqtga arzimasa-chi? Bu video sizni to'xtatish uchun emas, uyg'otish uchundir. Natijangiz siz xohlagandek chiqmasa, bu maqsadlardan voz kechish kerak degani emas. Qalqon akademiyasi bu holatda siz va sizga o'xshagan iqtidorli bolalarni tashlab qo'ymaydi. Qarshi shahrida natijalari ichki ishlar litseyidan qolishmaydigan hamda Temurbeklar maktabiga o'xshash harbiy maktab ham bor. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, farzandingiz Qalqon akademiyasini bitirib, xuddi ichki ishlar litseyi o'quvchilari kabi akademiyalarga topshirishlari mumkin. Eng muhimi, bu ta'lim maskanida o'qitish tizimi anchagina kuchliroq, harbiy formalari esa anchagina chiroyliroqdir. Yana aytgancha, ligotalarimiz haqida so'raydigan bo'lsangiz, Qalqon akademiyasi olib beradigan sertifikatlar respublika hududidagi barcha akademiyalarga o'tadi. Ichki ishlar litseyi tomonidan beriladigan ligota esa Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga o'tadi xolos. Siz tanlagan ta'lim muassasasining nomi muhim, ammo bundan ham muhimrog'i u yerda sizga qanday ta'lim berilishi va bu ta'lim sizni qayerga olib borilishidir. Qalqon akademiyasi haqida siz batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi manzillarga murojaat qiling.